ko'payishiga, kuchayishiga, og'irlashishiga sababchi bo'ladi demoqchiman. Endi shu yerda biza depressiya haqida gaplashar ekanmiz, depressiya mavzusiga qaytib kelar ekanmiz yana qayta. Depressiyasi bor bo'lgan insonda mana shu 3 ta nevrozga ham qo'llasak bo'ladi. Mana shu 3 ta fikrlash tizimi, o'ylash, xulosa qilish tizimi zararlangan bo'ladi. Nima degani bu? Ya'ni mani, Ziyodillani, Alini va hokazo insonlarni o'zi haqidagi, mani shaxsim haqidagi fikrlashim zararlangan bo'ladi, buzilgan bo'ladi. Mani dunyo haqidagi, demak, dunyo, odamlar haqidagi fikrlashim zararlangan bo'ladi va mani kelajak haqidagi o'ylashim, fikrlashim zararlangan bo'ladi. Bu nima degani deydigan bo'ladigan bo'lsak, ko'pincha bo'lib ham depressiya haqida gapirayotganligimizda inson mana shu 3 ta narsa haqida o'ylaganda, men, dunyo va kelajak degan 3 ta narsa haqida o'ylaganda insonni asosiy ongiga, xayoliga, fikriga o'rtoqli negativ minus keladi. Shartli ravishdagi sog'lom insonni man, misol uchun, it xarakterim bor qayerdadir. Qilolmayotgan, eplolmayotgan narsam bor qayerdadir. Lekin baribir men o'zimni yaxshi inson deb hisoblayman degan narsa javob sog'lom insonda bo'ladigan bo'lsa, shartli inson. Shartli ravishda. Depressiyasi bor bo'lgan inson o'zini ichida man keraksizman, man eng dunyodagi eng aybdor, eng gunohkor, eng yomon, eng razil, eng unaqa, eng bunaqa negativ ko'rinishda, negativ shaklda insonman degan xulosani qiladi o'ziga nisbatan. Kelajak haqida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, Xudo xolasa, shartli ravishdagi sog'lom odam. Xudo xolasa, meni kelajagim, hayotim yaxshi bo'ladi. Men mehnat qilsam, o'qisam, ishlasam, Xudo xolasa misol uchun, undoq qilaman, bundoq qilaman degan bir nimasi bo'ladi, ambitsiyalari, maqsadlari bo'ladigan bo'lsa, depressiyadan, nevrozdan aziyat chekayotgan inson nima deydi? Men kasalman, endi men tuzalmayman, endi men hayotim o'xshamaydi. Bo'ldi, hammasi bitta kiradigan joyiga уже kirib bo'ldi. Hamma narsa endi bundan buyog'iga yomonlashadi. Bo'ldi, meni kuchim qolmayapti, quvvatim qolmayapti. Hamma narsa yomon, kelajagim faqat mana shu yomonlik endi davom etishi mumkin degan o'yda, fikrda bo'ladi. Dunyo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni odamlar yomon, odamlar adolatsiz, menga nisbatan adolatsizlik qilishyapti, meni hech kim tushunmayotganligi yo'q, meni hech kim qo'llab-quvvatlayotganligi yo'q, endi men shu yolg'iz bo'lsam kerak, meni hech kim hech qachon tushunmasa kerak kabi ko'rinishda, shaklda, demak, dunyo haqida, odamlar haqida misol uchun negativ bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demoqchiman. Hurmatli do'stlar, shu joyida men sizlarga ana endi murojaat qilmoqchiman. Sizlarning menga javoblaringiz nihoyatda qiziq hisoblanadi. Hozir biz sizlar bilan quyidagicha kichkina bir mini такой diagnostik mashqqa qilishga harakat qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Men sizlardan nihoyatda so'rayman. Men, dunyo va kelajak degan so'zlarni o'ylaganingizda, xayolingizga, fikringizga kelganida birinchi bo'lib ongingizga nima ta'rif, nima so'z kelayotganligini anaqaga nima desa bo'ladi, kommentariyaga yozishinglarni nihoyatda so'ragan bo'lardim. То есть yozasizlar. Men chiziqcha qo'yamiz. Shu men deb o'zingiz haqingizda o'ylaganingizda birinchi xayolingizga, ongingizga qanaqa so'zlar, qanaqa fikrlar kelyapti? Kelajak deb o'ylaganingizda birinchi o'rinda xayolingizga, fikringizga qanaqa so'zlar kelyapti? Dunyo deb o'ylaganingizda xayolingizga, fikringizga qanaqa so'zlar kelayotganligini o'sha chatga yozishinglarni, kommentariyaga emas, chatga yozishinglarni nihoyatda so'ragan bo'lardim. Xoling sifat yozing, qanaqadir misol uchun siz o'zingizni qanaqa sifatdagi inson deb o'ylaysiz? Xoling gap yozing, xoling misol uchun bir qanaqadir so'z bilan bir ta'riflang. Yozamiz. O'ylab yozamiz. Men bu dunyo, bu kelajak, bu sizlar yozsanglar, просто sizlarni gapinglardan kelib chiqib turib, men qolgan narsani tushuntirib moslab beramanda. Ma'lum. Bog'dan, tog'dan misol qilib keltirganimdan ko'ra, gapirganimdan ko'ra, sizlarni o'zingizlardan misol qilib bersam, tushunishinglar osonroq bo'ladi. Вот. Men kuchli, dunyo shafqatsiz,
kelajak murakkab. Super, super. Dunyo shafqatsiz bilan kelajak murakkab degani nima uchun siz bu darsda o'tirganligingizni sababi bo'ladi. Mhm. Men qidirayotgan, anglayotgan odam dunyo balansda doim. Okey. Kelajakchi? Mhm. Kelajakchi? Kelajak fikrlarim, harakatlarim natijasi bo'lsa kerak. Aha, hop. Men hayotda betartib odamman. Dunyo hissiyotlarga tupurib qo'ygan makon. Kelajak noma'lumlik, ba'zan yaxshi narsalarni, ba'zan yomon narsalarni hayol qildiradi. Mm, super. Mhm, super. Yana men kuchli, dunyo tupurib qo'ygan ba'zi istaklarimizga kelajak neizvestniy. Okey, noma'lum. Men yomonman, ko'p xatolar qildim. Ko'p xatolar qildim, hammasi tugadi. Kelajak, men yaxshi bo'lmayman, dunyo, bilmadim nima. Mhm, mhm, mhm. Hop, yana. Men yomonman, ko'p xatolar qildim, hammasi tugadi. Kelajak, men yaxshi bo'lmayman, dunyo, bilmadim nima. Вот mana bu prям klassический depressiyani gapi. Yuqoridagi mana kimda hammada har xil bo'ladi. Mana o'zinglarni ishlayotganinglarda o'rtoqlar, ko'proq ma'lum bir nuqtalarga biz ahamiyat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kimda kim o'ziga, menga nisbatan negativ ketayotgan bo'lsa, e'tibor shunga qaratilinadi. Kimda dunyoga nisbatan negativ ketayotgan bo'lsa, o'shanga ahamiyat qilishimiz kerak bo'ladi. Kimdaki kelajakka nisbatan negativ ketayotgan bo'lsa, o'shanga yana anaqa e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Maniki qanaqa ekan? Yevrozmi yoki depressiya? Mana hozir qolganlar yozib olsin, keyin yanayam anaqa beraman hozir, fikringlarni buzib qo'yishim mumkin. Qolganlar ham yozinglar deb. Hozir просто gapirib qo'ysam, keyin, mana bunaqa ekan, shuni tez to'g'rilab qo'y degan joy bo'lib qoladi-da, shuning uchun indamay turaman hozir. Do'stlar, aktivniroq bo'lamiz. Men bu 25 yil umrimni juda ko'p qismini bekorga o'tkazgan inson. Dunyo shiddat bilan o'tib borayotgan kuzatuvchi. Kelajak bu ichimda birozgina umid uchquni bor. Uni yondirish ham shu qorong'ulikda qolish ham ayni damda o'zimizga bog'liq. Mhm. 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 Hammanglar o'zinglarga nisbatan anaqasilar. Nima deydi? Rus tilida shunaqangi so'z bor. Bespощадный deydi. Shafqatsiz deydi. Ko'p yil o'zingizga nisbatan mana judayam shafqatsizsizlar. 25 yil umrini bir qismini bekorga o'tkazgan inson. Tak, qayerda edi mana yomon, ko'p xatolar qildim, misol uchun. Tak. Hayoti betartib odamman. Hm. Mana bu anaqalar kuchlilar qidirayotganlar, mayli. Mana aksariyatinglar bucha nima deydi? O'rtoqlar, mana oddiy diagnostikada tushunyapsizmi? Agar siz o'zingizni tanaysizda, o'zingizni tanaysizda, o'zingizni yomon ko'rib, o'zingizdan nafratlanib bu tanani ko'tarib yuradigan bo'lsanglar, yana qaytaraman, o'sha gap. Biz ajablanishimiz kerak emas. Nimaga man shu darsda o'tirib eshityapman? Nimaga menga shu dars hozir kerak bo'lyapti degan narsaga ajablanishimiz kerak emas. Sababiki, nima bo'ladi? Boshqa yomon ko'rganini qo'yib turamiz.
no siz o'zingizni o'zingiz misol uchun anaqa bo'layotgan yomon ko'radigan bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu nima desa bo'ladi, holat vaziyatni og'irlashtirishga sababchi bo'ladi. Ziyodalar, men maktabda direktor o'rinbosari vazifasida ishlardim. Maktabdan tashqari ishim ham bo'lganligi sababli direktor meni bu lavozimdan ozod qildi. Shu bilan direktorga nisbatan ongimda g'ayrilik paydo bo'lib qoldi. O'zim bilan o'zim doim dialog qilaveraman. Shundan qutulishni o'rgating. To'xtalamiz hozir bularga. To'xtalamiz. Ho'p, demoqchi bo'lganim, kim yozgan bo'lsa, kattakon rahmat hammanglarga o'rtoqlar. Shunaqa aktivda qatnashaveramiz. Bir xil insonlarda mana shu 3 ta komponent baravar negativda bo'ladi. Mana yoziladi. Men ham yomonman, dunyo ham yomon, kelajak ham yomon. Kimdadir men yaxshiman, dunyo yomon, kelajak 50-50 degan o'zgarish bo'lib turadi. O'rtoqlar, bizning vazifamiz depressiya mana tuzalishi, nevroz tuzalishi, yaxshilashishi boshlaydi. Qachonki mana shu 3 ta komponent, men, dunyo va kelajak degan 3 ta komponent o'rtoqlar balansda bo'ladigan bo'lsa. Balansda bo'ladigan bo'lsa, boyagindek. Men o'zimni yaxshi inson sifatida hisoblayman. Haqiqatda meni qayerdadir bir illatimdir, gunohimdir, kamchiligimdir, minusim bor. Men o'sha narsani o'rganishga, o'zgartirishga harakat qilaman. Men boyagindek o'zimni yaxshi ko'raman, o'zimni qabul qilaman, misol uchun. Chunki meni 1 2 3 4 5 6 katta pluslarim, qilayotgan, eplayotgan ishlarim bor. Men 25 yil umringizni bekorga o'tkazmagansiz, baraka topkurlar. 25 yil umrni bekorga o'tkazib bo'lmaydi. Tushunasizmi? 25 yil umringizda olgan nimadirlaringiz bor. Nimadirlar olgansiz. E'tibor, diqqat, nima desa bo'ladi, depressiya, nevroz shunaqangi narsaki, fokusni, diqqat, hozir bu haqida gaplashamiz. Именно bekor qilding, mana sen tartibsiz, sen hayotingni barbod qilding, sen eplolmayapsan, qo'lingdan kelmayapti degan narsani shunaqa ekanligiga ishontirishga harakat qiladi. Endi o'rtoqlar, bitta narsani to'g'ri tushuning. Siz hozir yozgan hamma demak, gaplar, men unaqaman, men bunaqaman, men palonman, pistonman degan narsalarning hammasi bu sizni kasalligingizni yolg'oni hisoblanadi. Sizni kasallik sizni mashnaqa deb aldab kasal qiladi. Mana moshenniklar va'da beradi-yu, men sizni undoq qilaman, mendan bundoq bo'lasiz, mendan undoq qilasiz deb turib va'da berib oldi-yu. Depressiyalar sizlarni, nevrozinglar sizlarni mana shunaqa ishonchlarni ongingligi, fikringligi berib va как будто mana shu ishonchlar, mana shu fikrlar mana haqiqat, qara, o'xshamayapti. Qara, misol uchun seni tam interneting yaxshi ishlamayapti, avtobusing o'tib ketib qoldi, sendan qo'l olishmadi misol uchun. Seni ering yaxshi chiqmadi, seni uning undoq bo'lmadi degan narsani, do'g'ri seni ishdan bo'shatib yuborishdi, qara degan narsani gapirib turib, sizni minus ekanligingizni isbotlashga, yopishtirishga harakat qiladi. Xo'p, yaxshi. Endi o'rtoqlar, biza sekin hozir sizlar bilan kognitiv demak buzilishlarning turlari haqida gaplashamiz. Undan oldin men sizlarga buni tashlab beraman hali. Hozir